Hammaga assalomu alaykum, hurmatli aziz vatandoshlar. Mana rovna 2 oydan keyin sizlar bilan yana Didar G'animat ko'rishib turibmiz bu roligimizda. Sizlar uchun do'stlar Moskvadan Kotlovanda hozir ekskavatorchilarga ish bor. Gusnichniy ekskavatorda kim yaxshi ishlab bilsa, opti borlar bo'lsa, pravam даже bu yerga udarajada shart emas. Главный til bilsangiz, optingiz yaxshi bo'lsa, ishga oladi. Videoni o'zingizdan ko'rib o'tib ketasizlar. Shuning uchun Moskva territoriyasida kim agar ishsiz yurgan bo'lsa, opti yaxshi bo'lsa, ishdan qiynalib yurgan bo'lsa, bu yerga borasizlar. Umidjon nomerini hozir shu yerda qoldirib o'taman. Umidjonga telefon qilsangiz, hamma ma'lumotlarni sizlarga beradi xullas. Podrobniy. Shuning uchun like bosib, ko'proq mana shu rolikni tarqatib qo'yamiz. Ish izlab yurgan vatandoshlarimizga bir yordamimiz tegadi ko'proq. Bundan tashqari do'stlar, hozircha men o'zim dam olishda bo'lganligim uchun ko'pchilik hozir telefon qilib turibdi, o'rgatish обучение bo'yicha, ekskavator обучение bo'yicha. Xudo xolasa hozir yetishmay turibdi texnikalar, shuning uchun временно bu narsalarga hozir uchurt количествоsi ko'proq. Agar o'qishni xohlaganlar bo'lsa, o'qitishimiz mumkin. 1,5-2 oyga yaqin o'qish muddati ketadi. Yaxshigina hozir uchumli sentrlar bilan hamkorlik qilaman men. Agar kimga bu sferaga qiziqish bo'lsa, qabul qilishimiz mumkin o'qishiga. Shuning uchun do'stlar, ko'proq podдержка qilib mana shu roligimizda nima qilib qo'yamiz. Oyligina kelsak, do'stlar 160 ming rubl oylik beradi oklad. Eng muhimini aytib o'tmoqmiz. 160 ming rubl oylik beradi. Umidjon xullas hamma narsani sizlarga tushuntiradi. O'zbek bola, Xorazmdagi zemlyalarimiz bo'ladi o'zimizda. Shu bolaga telefon qilsanglar, hamma narsani sizlarga tushuntiradi. Bundan tashqari do'stlar, granitsa xizmati kerak bo'lsa, mana reyestr spiskidamisiz, yo bo'lmasa dokumentingiz yo'qmi? Ko'p yillardan beri masalan dokument qilishga sharoitingiz yo'qmi? Xullas borib kela olasiz meni mashinalarimda. Shofirlarimiz oldingidek shu xalq xizmatida. Bemalol granitsa bo'yicha bizga murojaat qilishingiz mumkin. Bayram oldi hozir O'zbekistonga samolyotda qaytishga masalan qurbingiz yetmasa, mashinada qaytishingiz ham mumkin. O'zbekistondan kelish xizmatlari ham bizda bor. Mana shu nomerlar bilan bemalol biz bilan bog'lanasiz taksi xizmati bo'yicha. Bundan tashqari do'stlar, bayram oldi hozir ko'proq odamlar uyiga ketadi. Ya'ni o'rniga odam izlaydi. U masala bo'yicha bemalol bog'lansangiz, o'rningizga zamina topib berishimiz ham mumkin. Xullas, keyingi rolikda Xudo xolasa ko'proq rolik chiqarib turamiz. Omon bo'ling, sog' bo'ling.